Haj niyati bilan labbayk deb turgan kishiga namozga chorlanganida unga javob bermaslik yarashadimi? Namozga keling, najotga keling deb aytilsa-yu, u Alloh azza va jallaning chorloviga e'tiborsiz tursa, haj va umrasida ovozini baland ko'tarib aytgan o'sha talbiyasi qani? Vaholanki namoz farzi haj bilan chambarchas bog'liqdir va u hajdan necha yillar oldin farz qilingan. Shuning uchun ham hajning maqsadlaridan biri bandani Alloh taoloning buyruqlariga darhol javob berishga o'rgatishdir. Shuningdek, hajning maqsadlaridan yana biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashishni ro'yobga chiqarishdir. U zot sollallohu alayhi va sallam hajda manosiklaringizni, haj amallaringizni mendan olingizlar deb aytganlar. Xuddi shuningdek namoz haqida ham meni qanday namoz o'qiyotganimni ko'rgan bo'lsangiz, shunday namoz o'qinglar deganlar. Umumiy toat ibodatlar borasida esa kim bizning shariatda bo'lmagan bir amalni qilsa, u rad etilgandir, ya'ni egasidan qabul qilinmaydi deganlar. Binobarin haj ibodati insonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari va hidoyatlariga mana shunday ergashishga chorlaydi.